Xo'p, assalomu alaykum. Bu ikkinchi videoyim. Yorug'lik hammasi yaxshi. Birinchi video yaxshi chiqibdi. Xo'p, bu videolarda endi sizlarga masofadan turib, nimalarni aniq qilishligini qisqacha tushuntirib beraman. To'g'ri, bu ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda bordir, ya'ni sizlar bilarsizlar, arzimagan ma'lumotlardir, lekin Malayziyaga umuman birinchi kelayotganlar uchun, umuman mediada tushunmaydiganlar uchun, ya'ni bilet sotib olishlikni, mehmonxona bron qilishlikni, taksi bron qilishlikni men bilaman, aksar odam bilmaydi. Bilet sotib olishni bilmaydi, arzon sotib olishni bilmaydi. Men sizlarga bilet sotib olishlik bo'yicha bitta ikkita saytlarni aytaman, ya'ni Aviasales, Uzervayslar. Malayziyaga tez qatnaydigan, ya'ni haftada 3 marta, 4 marta, Alloh alam 4 marta keladigan reyslar bor. O'zbekiston Airways 2 marta keladi bir haftada, ya'ni Batik Air degani bor, ya'ni Malayziyaning o'ziga qarashli bo'lgan aviakompaniyalar. Bular Malayziyaga haftasiga 2 marta qatnaydi. Ya'ni Malayziyadan O'zbekistonga ham bir xil. Agarda sizlar keladigan bo'lsanglar, arzonroq bilet olmoqchi bo'lsanglar, albatta Batik Airdan foydalaninglar. Bu ma'lumotlarni, ya'ni bu saytlarni albatta Telegram guruhimdan olsanglar bo'ladi. Telegram guruhiga men batafsil ma'lumotlar beraman. Ya'ni saytlardan qanday foydalanishlik bo'yicha. Agarda umuman bilet olishlikka tushunmaydigan bo'lsanglar, albatta Telegramda adminga bog'laninglar. Biletlarni ham hal qilib beradi. Xo'p, bu bilet temasi endi yopildi. Ikkinchi masala bu mehmonxona. Mehmonxona qayerda turishlik kerak? Sizlar boradigan lokatsiyalarga uzoq bo'lib ketmagan joyda mehmonxona olishni maslahat beraman. Endi mehmonxona olishlikda ham bir nechta saytlar bor. Agoda degan sayt bor va booking.com va trip.com. Mana shu saytlardan foydalanib mehmonxona olsa bo'ladi. Endi mana tekshirishligim bo'yicha Agoda sayti orqali mehmonxonalar arzon.